Alo. Assalomu alaykum. Sherzod ukam tuzumsiz, charchamayapsizmi? Rahmat aka, rahmat. Ukam mashina to'loviga ham kun qopti. O'shanga eslatib qo'yish vazifam deb bildim ukam. Ozgina aka boshimga ozgina musibat deydimi bilmayman nima deydi aka. Nima bo'ldi o'zi ukam, tinchlikmi? Yo'q aka, men bu xizmatni tarafdorlarni hisob-kitobini ko'raman aka. İsmini yaptım o Kemal'ler. Bulundum başlıklarını nişan yaptım. Endi aka 40'ını. Yo'q ukam, men vaziyatingizni tushundim. Tushundim ukam, lekin menga jayam hozir emas. Esimda aka, esimda o'zi telefon qilaman deb o'tirdim aka. Ukam qarang. Mani qo'limda hozir Sizni bu hamma muammolaringizni yopib yuborishga yetadigan manga pul bor. Lekin men sizga bermayman usulni. To'g'ri bilaman. Hozir men sizdan kulganday bo'ldim, ha? Shunaqa aka, shunaqa. Yaqlik bo'lmaydi lekin aka. Eshitdingmi? Qanacha shunaqa kun keladiki, ukam yer bilan bitta qilib olish. Ishoning menga, yer bilan bitta qilib ukam, halichi ustiga chiqib chiqadi, sakrab tekislab tashlashadi, ukam siz. Tayyor turing. Men sizga hozir usullarni beradigan bo'lsam, siz muammolaringizni prosta yopib olasiz-da. Bo'ldi, prosta yopib olasiz, bo'ldi. O'zingizga kerakli bo'lgan darsni olmaysiz. men aytganimdek yer bilan tekis bo'lgan paytingiz bitta oyoqda o'zingiz tura olsangiz, ana o'shanda siz ukam Haqiqiy millioner, haqiqiy biznesmen bo'lasizlar ukam. millionerni mashinada saralan. O'sha uchun hamma millioner bo'ladi. Ukam Ukam yoshingiz nechida edi o'zi? 29 da aka. 29. Sherzod qarang. Mani 26 yoshimda 1 million dollarga tushirishdi mani ukam. Ishonasizmi shu narsaga? Mayli. Yopdim o'sha summani men. 1 millionni yopdim ukam. Ishoning menga. Faqat o'sha payt men bilasizmi, ikkita narsani yo'qotdim. Faqat yo'qotishda bo'ldim. Ukam unaqa o'zimni o'qqa cho'q urib, siqilib, faqat ikkita narsa yo'qotdim. Eshiting, birinchisi mana onamni soluvlarini yo'qotdim men. Onamni soluvlarini yo'qotdim. Ikkinchisi oilam, o'zimni xotinim, bolalarimni olib ketib qoldi jon ukam. Boshimga musibat tushganda. Bunisiga nima deysiz? Hozir mana oilamni qaytarib ola olmadim. Onamni soluvlarini qaytarib ola olmadim. Lekin ukam 1 millionni yopib, meni hozir оборотimda 2 million aylanyapti jon ukam. Ha? Nimadan bo'ldi deb o'ylaysiz? Sherzod ukam, men sizni san'atga tabriklayman. Siz hozir haqiqiy biznesmen, haqiqiy millioner qadamini qo'ydingiz. Faqat orqaga qarang. Faqat oldinga bosing ukam. Boshing yo'q. Xudo xohlasa 100 kunda gaplashaveramiz ukam. To'g'risini aytaymi aka? Aka menga boru aka puldan ko'p narsani berdi aka. Ukam o'zingiz ehtiyot qiling. Joningiz sog' bo'lsin. Tavakkalchilikka qo'l urishga qodir bo'lmagan inson hayotda hech narsaga erisha olmaydi.